Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-iyun haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Hop, ayol qizlar uchun kiyimlar ekan. Nech pul deyapsiz aka bularni? Qaysi bir aka? Hammasi narxi har xil shekilliga. Mana sarig'i nech puldan? Sarig'i pachiga 45 ming beryapmiz. Sariqlari pachiga 45 ming so'm, donaga nech puldan? Donaga 50 ming. Donaga 50 ming so'm. Toza shtampil. Toza shtampil ekan. Nimasi razmer nechtalik aka bunda? 46 dan 52. 46 dan 52 gacha razmer, ha? Yaxshi. Bunisi-chi? Yondaga shunaqa qilib beraveramiz. Buni ham narxi xuddi bir xil shu bilan. Razmeri ham bir xil. Materiali nima buni? Material koreyskiy ham. Koreyskiy hib ekan. Bu ham ko'ylak lozim mana. Chiroyli ishlangan, dizayni zo'r. Yaxshi. Xo'p, bunisi-chi? Bunisi 65 ming deyapti aka bular. Bularda 65 ming so'm ekan. Bu ham ko'ylak lozim ekan. Pachkaga ya donagami? Mana bu joyda tosh ham bor ekan. Tosh qo'yilgan ekan-da. Donaga nech puldan? Donaga 65, pachkaga 60 qilib beraveramiz. Pachkaga 60 ming so'm ekan, donaga 65 ming so'm ekan. Aniq qilib qo'yaylik-da. Razmeri nechtalik buni? Razmeri bu ham shu talikda. 46 dan 52 gacha. Bunisi-chi? Bular velikanlarimiz. Bular velikanlar ekan. Bu ko'ylakni o'zi shekliga. Nech pul bu? 45 ming dona, 40 ming pachka. 40 ming so'm pachkaga ekan bunisi. Donaga 45 ming so'm ekan. Razmer nechi? 58-60. 58-60 ekan razmeri. Materiali nima aka buni? Toza shtampillar ham yuksak. Toza shtampil ekan. Xo'p, bunisi-chi? Bu uzun variant, yonida cho'ntaklari bor. Toza shtim degani. Biz ayollar bilan ekan shtim yuvsa ham umuman kirmaydi. Yuvsa ham kirmaydi deyapti, shtim ekan. Materiali nomi shunaqa ekan. Mana cho'ntagi ham bor ekan yonida. Telefon bemalol sig'adi. Bu razmeri nechtalik? 56 gacha. Velikanlar bor, velikanlarni suyab qoldi. Nechidan 56 gacha? 50 dan 56 gacha. 50 dan 56 gacha razmer ekan. Bular ham xuddi shu narsadan, ha? Bular shu narsa. Manasi narigidan anaqa 75 ming. Mana bu yerda ham. Xo'p. Yaxshi. Telefon nomeringiz? 91lik Nomerlari 91lik 687 19 12 ga telefon qilaverasizlar. Shu mahsulot kerak bo'lsa.